Bolalikdan kaptar ishqibozi edim. Maktabdan keldim deguncha kaptarxonaga yugurar, qafas eshiklarini ochib, ularni uchirardim. Uchishda, o'ynashda, ko'rkamlikda kaptarlarimga teng keladigani bu yaqin atrofda yo'q edi. Havosning hamma kaptar ishqibozlari kaptarlarimning ishqibozi edi. Ular kaptarlarim uchishini poylab o'tirishar, sollanib, qarsillatib o'ynashini maroq bilan kuzatishar, zavqlanishar, jo'shib ketgandan hushtak chalishar. To'p-to'p bolalarning hushtakbozligi olamni buzardi. Men ham birga uchgandek charchog'im tarqab ketardi. Bir kun qattiq shamol esib to'fon ko'tarildi. Galalashib uchayotgan kaptarlarim har tomonga to'zg'ib ketdi. Shamol shu qadar kuchli ediki, ba'zisi zo'rg'a yetib kelib qo'noq yog'ochlariga qapishib o'tirib oldi. Ba'zilari har qancha pastlab uchsalarda yetib kelisha olmasdi. Ularni axtarib ko'chaga otildim. Ne ko'z bilan ko'rayki, kaptarlarimning toji hisoblangan yo'ldor kaptarim simyog'och ustuni tagida qonga belanib yotardi. Uni qo'lga olarkanman kimdir ragatka bilan urib o'ldirganini bildim. Alamdan ingrab yubordim. 2 kun tuz totmay yurdim. Kim o'ldirganini bilsam, qattiq o'ch olish niyatida edim. Shunda onam yonimga chaqirib, taxtga erishishdan ko'ra uni tutib turish qiyin. Chiroyli xotinga uylanishdan ko'ra u bilan ro'zg'or qilib ketish qiyin. Yaxshi kaptarlarga egalik qilishdan ko'ra asrash qiyin. Hasad qiluvchilar kecha ham bor edi, bugun ham bor, ular ertaga ham bo'ladilar. Shuni yaxshi bilginki, suv qattiq joyda turadi. Olma shoxi ko'chaga chiqib himoyasiz qoldimi? Tamom. Unga qo'l cho'zguvchilar albatta topiladi. Agar quyosh hammaniki bo'lmay kimnikidir bo'lganda, yo quyoshni urib tushirishgan yoki o'sha odamni allaqachon o'ldirishgan bo'lardi. Hasad qilguvchilar kecha ham bor edi, ular bugun ham bor, ertaga ham bo'ladi.